akalar, DTPning barcha kattasi bo'lgan mashinalarning ahvolini qaranglar. Mana bu mashinalarni qaranglar bo'yotishini. Mana buni qaranglar. Bu naqd 12 ta mashina urilgan, yo'llar to'silgan, ko'rasizlar, odamlar govjum. Hop, bu video bilan nima demoqchimiz? Yo'llarda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishingizni so'raymiz, o'rtoqlar. Bu sizlarning sog'lig'inglar. Mana mashinalarni bo'yotishini ko'ryapsizlarmi? Odamlarni qaranglar. Buni hamma shopir akalarga jo'natib qo'yinglar. Bu holat Mirzo Ulug'bek rayonida sodir bo'lgan. Allohning o'zi saqlasin shunaqa kulfatlardan o'rtoqlar. Iltimos bu videoni hamma shopir akalarga jo'natib, ehtiyotkorlikni olinglar. Aytishlaricha Equinox mashinasi 150 tezligida kelib, hammasini urgan deyishyapti. Hop, bitta mashina 12 ta mashinani shu ahvoliga kelishga sababchi bo'lib qolyapti. Qaranglar mana. Ahvol juda ham og'ir, bu videoda unaqa ko'rinmayapti. Shu Equinox mashinasi 150 tezlikda kelib urgan o'rtoqlar. Ko'rasizlar, yo'l to'silgan, uje hamma yoq bardak bo'yotibdi. Iltimos videoni maksimal darajada aksiya bo'linglar. Hammaga yetib borsin. Mana odamlar. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz iltimos video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.